Saviq Talqon g'aziti. Safvan ibn Umayya Vahab ibn Umayrni ko'say qilmoqchi bo'layotgan Yahudiylar va munofiqlar o'zlarining razil suiqasdini va o't quyruqliq harakatlarini to'xtatmayotgan bir paytda Makka doiralarining katibishi Abu Sufyan ibn Harb o'z qavmining siyosiy o'rnini asliga keltirish va harbiy kuchini ko'z-ko'z qilish va ozroq badal to'lab ta'siri zo'rroq bir ish qilishni o'ylab yuratdi. U Muhammadga qarshi bir qitim urush qo'zg'amig'icha ayol kishiga yaqin kelmayman deb qasam ichgan edi. Shunga u bu qitim o'z qasamini amalga oshirish uchun 200 otliqni boshlab Madinadan 20 kilometr yiroqlikdagi Nayf deb atiladigan bir tog' bag'riga kelib tushdi. Lekin u Madinaga oshkora hujum qo'zg'ashga jur'at qila olmay, qaroqchilarning harakatiga o'xshab ketadigan bir turlik buzg'unchilik harakati elib bordi. U tun nisbi bo'lganda Madina tavasiga o'g'irliqchi kirib, Yahudiylarning katibishi Huyay ibn Axtafning uyiga keldi va uning eshigini chekdi. Huyay tun nisbidagi bundoq chaqirilmagan mehmondan eshigini ochqili unmadi. Shuning bilan bu yerdan yenib Salam ibn Mushkam, shu vaqtdagi Bani Nazir Yahudilarining kattasi va qo'shimcha xazina begi edi. Salam ibn Mushkamning uyiga kelib eshikni chekdi. Salam ibn Mushkam uni xushallik bilan qabul qilib, uyiga boshlab kirib ziyofat berdi va uning sharpiga aroq tortdi. Ondan uningga Madina vaziyati va hozirgi ahvolini so'zlab berdi. Va tun nisbidan o'tganda Abu Sufyan o'zining tushgan o'tingiga qaytib kelib, o'z odamlaridan bir qancha kalli kesarni tanlab Madinaning Ariz tavalkiga hujum qilishga avatdi. Ular bu yerda bir tarafdan daraxtlarni kesib tashlab, yana bir tarafdan o't qo'yib ko'ydirib, dal-daraxt bog' varallarga buzg'unchilik soldi. Va kechda bog' oyilinib qo'nib qolgan bir ansoriy bilan uning bir og'inisini uchirtib qilib, ularni o'ltirib etib, Makkaga qarab tikivetdi. Rasululloh bu xabarni anglagandan keyin darhol harakatga kelib, Abu Sufyan va uning odamlarini qo'g'lashga otlandi. Lekin ular yengilroq qechish uchun oziqliq va boshqa ta'minotlardan talqon qatorliqlarni tashlab o'tib, nihoyat tez qochqanlik uchun musulmonlarning qo'liga tushmay qoldi. Rasululloh Qarqaratul Kidri degan joygacha qo'g'lab berib, ondan qaytdi. Musulmonlar qaytishida mushriklar yo'l bo'yi tashlab qochgan talqon bo'xchilarini terib elib keldi. Shuning uchunmi bu qitimqi harakat Savq, ya'ni talqon g'aziti deb ataldi. Vaqa Badr g'azitidan 2 oydan keyin Zulhajja oyida yuz berdi. Rasululloh Madinada o'z o'rniga Abu Lubaba ibn Abdul Munzirni qoldirgan edi. Zi'amri g'aziti. Zi'amri g'aziti Uhud g'azitidan ilgari Rasululloh o'zi bevosita rahbarlik qilgan bir qitimliq cho'ng harbiy harakat bo'lib, Hijriyaning 3-yili Muharram oyida elib berilgan edi. Vaqaning sababi mundoq. Madina axborotchilari Rasulullohga Bani Su'laba va Muharif qabilalaridan zo'r bir turkum kishilar to'planib, Madina atrofi rayonlarga hujum qilmoqchi bo'lib yetibdi, degan ma'lumotni yetkazdi. Shuning bilan Rasululloh musulmonlarni g'azotga chaqirdi va otliq, piyodalik bo'lib 450 kishilik qo'shinni boshlab, dushmanni usidla tunjuqtirib etishga otlandi. O'z o'rnida Madinada Osmon ibn Affonni qoldirdi. Yo'l bo'yida musulmonlarning oldin chorlig'uchi qismi Bani Su'laba qabilasidan Jabbor ismli bir kishini tutib olib, Rasulullohning oldiga elib kirgan edi. U kishi Rasulullohning da'vati bilan musulmon bo'ldi. Shuning bilan Rasululloh uni Bilalga topshirdi va Bilalning nazoratida qo'shinning yo'l boshlovchisi bo'ldi. Dushman Madina qo'shinining yo'lga chiqqanligini anglabla tog' qirlarga tarab, o'zini chatga elib olishdi. Ammo Rasululloh ular to'plangan Zi'amri degan suv bo'yiga yetib berib, shu yili safar oyida saq bir oy yoki ozroq kam turib, badaviylarga musulmonlarning harbiy kuchini ko'rsatib qo'ydi va ularning hayvisini yerga urib, dillariga qo'rqinish urug'ini terib qo'ygandan keyin zafar bilan Madinaga qaytdi. Ka'b ibn Ashrafning o'ltirilishi. Ka'b ibn Ashraf Yahudiylar ichida islom diniga va musulmonlarga o'chmanlik qilishda, Rasulullohga til tekkizib azor berishda va islomga qarshi ta'tir tashviqot elib berib, qutratqulik qilishda eng ashaddiy o't quyruq shayton edi. U ot tarafdan arablarning Bani Tay qabilasidan, ya'ni Bani Nabhan jamoatidan, onasi Bani Nazir Yahudiylardan edi.
u o'zining boy zardorligi, davlatman bayoshatligi, kelishgan qomati va yetishgan she'riy talanti bilan butun arablarga to'nilgan bo'lib, Madinaning sharqi janubida Bani Nazir qabilasining orqa ko'chasidagi hashamatlik bir qo'riqda o'ltirardi. Bu ablag musulmonlar Badrda Quraysh qo'shini bilan tutishib, ularni yengibdi va ularning yuqori katavashlarining hammasini o'ltiribdi degan xabarni anglab, puti ko'ygan to'qidak beorom bo'lib tipirlab ketdi. Va bu rost xabarmi? Ular Qurayshlar arablarning ko'zi, Alining sarkilari. Qasam qilamanki, Muhammad ashularni yengib g'olib kelgan bo'lsa, yer yuzida o'milab yurgandan yerning tagiga kirib ketgan ming yaxshi, dedi. U anglagan xabarning barhaq rost ekanligini jazmlashtirgandan keyin qaytadan azvaylab Rasulullohni va musulmonlarni hajvi qilib kapshig'ili turdi. U musulmonlarning dushmanlarini ko'kka ko'tarib, ularni musulmonlarga qarshi turishga kuch ko'rdi. U buning bilan qanoat qilmay, to'gi bilan Makkaga keldi. U Makkada Bani Sahmi jamoatidan Mutallib ibn Abu Vidoaning uyiga tushib, Qurayshlarning Badrda o'ltirilgan o'liklarga yig'lab, ularning ichini echitadigan marsiya g'azallarni o'qidi. U she'rida Rasulullohga qarta ularning o'chmanligini qo'zg'ab, darhol urushga otlanishga chaqirdi. U Makka qotilari bilan eg'iz burun yalishib yurayotgan mazgilda Abu Sufyon va boshqa Makka mushriklari uningdan "Sana bizning dinimiz yoqamdi yoki Muhammadning dini yoqamdi? Ikki tarafning qaysimizning tutgan yo'li to'g'ri?" deb so'ralganda, u tap tortmasdan "Sizlarning tutgan yo'linglar necha hassa to'g'ri va afzal. Buningdan hargiz ikkilanmanglar" deb javob berdi. Bu haqda Alloh taolo tövandagi oyatni nozil qildi. Ular kafirlarni ko'rsatib, bular, ya'ni Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarnikidan texmi to'g'ridir, deydi. 4-sura 51-oyat. Ka'b Madinaga qaytib kelib, o'z she'rlarida musulmonlarning ayollariga til uzatdi va ularni intoin qabih tillar bilan haqoratlashga boshladi. Ish mushi yerga yetganda Rasululloh sahobalarni yig'ib, Ka'b ibn Ashraf Allah va Allohning payg'ambariga azor yetkazayotdi. Uni qaysinglar bir taraf qilib o'talaysizlar, dedi. Shuning bilan bu ishqa Muhammad ibn Maslama, Abbad ibn Bishri va Abu Naila, asli ismi Salkan ibn Salama, Ka'b ibn Ashrafning imildosh qarindoshi edi. Haris ibn Aus va Abu Abasa ibn Hibriylar o'zlarini otidi va Muhammad ibn Maslama bu fidoilarning bosh qo'mondoni bo'ldi. Ka'b ibn Ashrafning o'ldirilishi haqidagi rivoyatlarning xulosasi shuki, Rasululloh Ka'b ibn Ashrafni kim ujuqtirib o'tdi? U Allohga va Allohning payg'ambariga ko'p aziyat qildi, degan. Shuning bilan Muhammad ibn Maslama turib, "Ey Rasululloh, Ka'bni o'ldirishimni xohlamsan?" degan. Rasululloh, "Ha, albatta xohlayman" deganda Muhammad ibn Maslama, "Undaq bo'lsa, ey Rasululloh, mening uni ishontirishim uchun ba'zi yolg'on yo'pir so'zlarni qilishimga ruxsat qilgin" degan. Rasululloh, "Bo'ladi" degan. Shuning bilan Muhammad ibn Maslama Ka'b ibn Ashrafning qishig'i kelib, "Bu odam bizdan to'la sadiqa i'oni so'rab joq to'yg'izibdi. Rasulullohni demoqchi" degan edi. Ka'b, "Bu sizlarga texi oz. Buningdan keyin texmi to'yisizlar. Endi biz uningga boshda agishib qo'yibdik. Hozircha uni tashlab etsak, sat bo'ladi. Shunga uni hozircha tashlab etmay turayli. Keyin ahvolga qarab bir ish qilarmiz. Bizga 1-2 totiq xurma o'tni berib turg'in. Bo'ladi. Ammo biror narsanglarni mening yenimda go'riga qo'yishinglar kerak. Nemini go'riga qo'yishimizni xohlaysan? Ayollaringlarni qo'yinglar. Sen degan arablarning ichida eng chiroyli shaxs tursang, sening yeningda qiz xotinlarimizni qoldirib, qandoqmi xotirjam o'ltirg'ili bo'ladi? Undaq bo'lsa, o'g'illaringlarni qo'yinglar. O'g'illarimizni go'riga qo'ysaq-ku bo'ladi. Biroq kichik bolalar o'z aro tillashib qolsa, 1-2 totiq xurmaga go'riga qo'yilgan deb haqoratga qoladi. Bu avlodlarimiz uchun o'chmas ornimiz keltirdi. Shunga eng yaxshisi biz sana qurol-yaroqlarimizni go'riga qo'yaylik, dedi va uningga qurol-yaroqlarini elib kelishga deyishdi. Orqadan Abu Naila kelib Muhammad ibn Maslamada qildi. U Ka'bning yeniga berib bir dam she'r ash'or haqida paranglashdi. Ondan uningga
Ey Bagzodam Ka'b, men yeningga bir hojat bilan kelibdim. Uni aytsam, boshqalardan sir tutishga kapolatlik qilgan bo'lsang, dedi. Ka'b, shunda qilay, dedi. Abu Naila, u odam, ya'ni Rasulullohning kelgini biz uchun bir balo bo'ldi. Butun arablar bizni dushman tutib, bir yangdan qo'l chiqardi. Maishat yo'llarimiz itilib, bola chaqalarimiz ochliqda qoldi. Tanlarimiz o'ruqlab, bir tera, bir ustixon bo'lib qoldik. Qisqasi, biz o'zimiznimi, bola chaqalarimiznimi jafo mushaqqatga tiqdik, dedi. Va Muhammad ibn Maslama qilgandek Rasululloh ustidan uningga shikoyat qilgan kishi bo'lib oldi. Ondan u yana parang davomida: "Mening bir qancha yaqin og'inlarim bor. Ularmi menga o'xshashla hojatman, dardmanlardan. Shunga men ularnimi oldinga boshlab kelsam, ozroq bir narsa setib berib, xayri saxovatligingni ko'rsatib qo'ysang bo'pti-ekan", dedi. Haqiqatanmi qaltis ish bo'ldi. Ibn Maslama bilan Abu Nailalar ko'zlagan maqsadga yetishdi. Chunki Ka'b ibn Ashraf amdi bularning bir to'p odamni boshlab qurol-yaroqlarni ko'tarib kelishni yod sanmaydi. Hijriyaning 3-yili Rabiul Avvalning 14-kuni kech havo intayin uchuq, op-oq oydin edi. Mazkur fidoilar Rasulullohning uyiga jam bo'ldi. Rasululloh ular bilan Faqiul G'arqat degan yergacha billa chiqib, ularni mundoq deb uzitib qo'ydi: "Bismillah, Allohning ismi bilan meninglar. Ey Alloh, bularga yordam qilgin." Ondan uyga qaytib, kechichi namoz o'qib, Parvardigori Alloh taologa iltijo qilib chiqdi. Fidoilar Ka'b ibn Ashraf turayotgan qal'a oldiga yetib berdi. Oradan Abu Naila ullik to'lab Ka'bni chaqirdi. Ka'b tushmoqchi bo'ldi. Qo'y qilg'ili uzun bo'lmagan ayoli uning oldini to'sib: "Bundoq olam bemahal bo'lganda nega borsan? Bu ovoz menga go'yo qonning hidini tarqatayotgandek anglanayotdi", dedi. Ka'b: "Ular degan mening do'stim Muhammad ibn Maslama va imildosh qarindishim Abu Nailalardir. Undoq bo'lmagandimi, mard degan o'limga va'da qilsa-mu vafo qiladi degan gap bor", dedi-da, ondan atir-patirlarni chechib, ularning oldiga chiqdi. Kishining dimiqini qidiqlig'idek esil puroqlar uning tarafidan lop-lop kelib turibdi. Ka'b tushib bo'lguncha Abu Naila hamrohlarga: "Ka'b chiqqanda men uni purg'an bo'lib chechidan tutaman. Men uning kallasini mahkam tutib olganimni ko'rsanglar, darhol qilich uringlar", deb o'rinlashtirish qildi. Ka'b tuvanga tushuvdi, ular bilan qizg'in salomlashdi va chaqchaq qilishdi. Ondan Abu Naila taklif ohangida so'z ichib: "Ey Ka'b, ma'qul bo'lsangiz paranglashqoch Shepul ajuzgacha berib, kechilik oydin saylis qilib kelgan bo'lsak", dedi. Ka'b: "Ixtiyoringlar", dedi. Shuning bilan ular parang selishib tuvanga qarab minishdi. Ular ketib o'tib bir agmiga borganda Abu Naila: "Men bugünkidek xushpuroq hidni edilmagan edim. Ajab esil atir ekan", deb qo'ydi. Ka'b ibn Ashrafga yalmangdi. Darhol u mag'rur qiyofatga o'tib: "Albatta shundoq bo'ladi-da. Chunki mening yenimda bugun eng go'zal arab qizi atir-patirlarni chechib meni kutadi emasmi?", dedi. Abu Naila: "Menga beshingni purib olishimga ruxsat qilarsanmi?" degan edi. Ka'b ibn Ashraf: "Bo'ladi", deb to'xtab berdi. Abu Naila Ka'bning bo'ynini mahkam egib, quchoqlab purg'anni qildi va hamrohlarga puratdi. Ondan yana yo'lini davomlashtirdi va birdan mang'andan keyin: "Yana bir purib olsam", dedi. Ka'b to'xtab beshini egib berdi. Abu Naila uning beshini obdan siqib bir purib olganni qildi-yu, yana qo'yib berib yo'lini davomlashtirdi va yana azroq mang'andan keyin Abu Naila: "Yana purib olay", degan edi. Ka'b to'xtab berdi. Shuning bilan Abu Naila Ka'bning beshini obdan tortib rosa agdida: "Ha, chop", deb buyruq qildi. Shuning bilan uning put-qo'l, dumba kosalariga qilich va tayoq to'qmoqlar yig'ib ketdi. Lekin tun qorong'usidagi egiz past tushgan tayoq to'qmoq uningga jiq kor qilmadi. Shunga Muhammad ibn Maslama qo'lidagi joto shakllik cho'miqi bilan uning dumbisiga qattiq birni urdi-da, jotoning besi uning oldi a'zosining yenidan teshib chiqdi. Natijada Xudoning dushmani Ka'b ibn Ashraf paloqqida yiqildi. U usti boshlariga qilich nayzlar yoqqili turganda sat qarab atrofdagilarni cho'chitib o'tgan edi.
Shunga u yerga yiqilib to'pi tishlab bo'lguncha atrofdagi barliq qal'a va qo'riqlarda g'ilpal o't yo'riqi yo'ridi. Fidoilar alman-talman qaytishdi. Biroq qo'shin a'zolaridan Haris ibn Avsga o'z hamrohlaridan birining qilichi tegib ketganlikdan yaralanib, qansirab yetib qoldi. Fidoilar qo'shini Harratul Ariz degan yerga kelganda, ondan Harisning yo'qligini bayqashdi. Shunga ular bir dam saqlab turib, Harisning yetib kelishini kutdi. Hatto bir chaqda u o'milab asta kelibdi, ko'pchilik uni ko'tarib olishdi va Baqiul G'arqat degan yerga yetib kelibdi, hammaylan tang sado ko'tarib Allohu akbar deb to'lashdi. U yerda bularni saqlab turgan Rasulullohmi takbir ovozini anglabla ular Ka'bni o'ltiribdi deb bildi-da, ovozini o'llik ko'tarib Allohu akbar deb to'libatdi. Ikki taraf uchrashuvdi. Rasululloh "Yashab ketgaysizlar" dedi. Fidoilar "Senmi yashab ket ey Rasululloh" deyishdi va mal'un Ka'bning kesilingan beshini pok qilib uning oldiga tashladi. Rasululloh Xudoning dushmani Ka'bning kallasining ko'z oldida to'p tishlab yotganini ko'rib xo'shalligidan Xudoga shukr, Xudoga shukr deydi. Ondan Harisning yarasiga tukirib qo'ygan edi, yara shu hamon salli-maza saqib ketdi, keyin faqat og'irmadi. Kecha tong otdi. Yahudilar o'z kativishining nihoyat abchillik bilan ujuqtir yetilganligini uqib, sarosimiga patdi va qo'rqinchidan uni ichiga tushib ketdi. Ular Rasulullohning odil, haqqoniy ekanligini, muqimlikqa buzg'unchilik qilib, qalaymaqonchilik tug'dirmoqchi bo'lganlarga, o'ttirdiki amalga xiloflik qilishga uringanlarga odil, chiroyliqcha nasihat kor qilmaganda, qurol kuchi ishiltishdan voz kechmaydiganligini bilib qilishdi. Shunga ular bu kativishining o'ltirilganligiga hech qanday inkos qaytarmay jim yurishdi va ahdi paymonlarga rioya qilganliklarini bildirishib jimib qilishdi. Qisqasi, bu zaharlik yilonchayonlar upul-topul uvullarga kirib yoshirinib olishdi. Mana mushundoq qilib Rasululloh Madina ichi va sirtida yuz berish ehtimoli bo'lgan xatarlarga oldin qo'l silish usulini qo'llanib, musulmonlar ichki va tashqi jihatda har xil qiyinchiliklardan yeniklab qoldi. Buhron g'azoti Hijriyaning 3-yili Rabiul Oxir oyida Rasululloh o'zi bevosita qo'mondonlik qilgan 300 kishilik cho'ng bir harbiy yurish bo'lib, Rasululloh Hijozning g'arb tarafidagi bir kon chiqadigan joy Buhronda Rabiul Oxir oyi, ondan Jumadul Avval oylarida turib qaytib kirdi. Urushqa duch kelmadi. Zayd ibn Haris qo'shini. Bu musulmonlar Uhud urushining oldida qo'zg'agan eng muvaffaqiyatli zarbadorligi, eng zo'r bir qatimliq harbiy harakat bo'lib, Hijriyaning 3-yili Jumadil Oxir oyida avatilgan. Vaqaning tafsiloti shuki, Quraysh doiralari Badr fojiasidan keyin qattiq dard alamga g'arq bo'lib, ichi qon edi. Yoz kelib, ularning Shamga qiladigan yozliq safar vaqti yetib kelibdi, ularni qayta g'am bosdi. Bu chaqda Saffon ibn Umayya u Qurayshlarning bu yilqi tijorat safarining mas'uli bo'lgan edi. Quraysh qatillarga Muhammad va uning odamlari bizning dengiz bo'yidagi tijorat yo'limizni atdi. Uning odamlari dengiz bo'yidan ayrilmay turyapti. Biz zodi qandoq qilishimiz kerak? Uning ustiga ashu bo'yidagi qabilalarning ko'pinchisi uning bilan ahdinoma tuzishib bir tom bo'lib oldi. Zodi qayerda mengish kerak? Aql ko'rsatinglar. Bu yerda turaversak, bor yo'q melimizni yeb tugitimiz. Bu mol bizga hamisha boqiy emas. Biz Makka xalqi yozda Shamga, qishda Habashistonga tijorat qilish bilan kun kechiradigan xalqmiz, dedi. Bu haqda qizg'in muzokara elib berildi va g'ulg'uli qilindi. Oxirida Asvad ibn Abdul Muttalib Saffon ibn Umayyaga yo'l ko'rsatib mundoq dedi. Undoq bo'lsa, sen dengiz bo'yidagi yo'ldan mangmay, Iroq yo'li bilan mang'in, dedi. Iroq yo'li Madinaning sharqidan xeyli yiroq joydan kesib o'tib, Iroqning g'arb tarafi, ondan Najdi orqali Shamga boradi. Qurayshlar buningdan ilgari bu yo'l bilan mengib boqmag'achqa yo'l yo'linishini obdan bilmaydi. Shunga Asvad ibn Abdul Muttalib Saffonga Bani Bakri qabilasidan Furat ibn Habbonni yo'l boshlovchilikqa elib olishga ko'rsatdi. Shuning bilan Quraysh karvoni ularning mol-mulklarini qochilab, Iroq yo'lini nishonlab, sharqi-shimol taraf bilan ostag'ina yo'lga chiqdi. Lekin bu karvon va uning yo'nalishi haqida ma'lumot allaqachon Madinaga uchib kelib bo'lgan edi.
Uning jarayoni mundoq bo'ldi. Xeyli burun musulmon bo'lgan Salid ibn Nu'man bilan texi musulmon bo'lmagan Nuaym ibn Mas'ud Ashja'i bir haroq so'rinida billa bo'lib qoldi. U chaqda texi haroq harom qilinmagan edi. Nuaym haroqni raso ichib mast bo'lib edi, karvon to'g'riliq talash tortishlarni va uning yo'linishi haqidagi tafsilotlarni jo'ylayotdi. Buni anglagan Salid ibn Nu'man intayin tez yo'l yurib, Madinaga kelib, Rasulullohga xabar qildi. Rasululloh buni uqqandan keyin darhol Zayd ibn Haris Kalbi boshchiligida 100 kishilik qo'shin tashkillab yo'lga soldi. Zayd intayin jiddiy yo'l yurib, oxir karvonning Najda zaminida Qarda deb atiladigan bir suv bo'yida ekanligini bayqidida, ularga 3 tut hujum qilib, karvonni butunlay qo'lga tushirdi. Safvan qatorliq karvonning egalari hech qanday qarshilik ko'rsatmayla tikivetdi. Zayd ibn Haris boshchiligidagi qo'shin karvonning yo'l boshlovchisi Furat ibn Habbani yana bir so'zda uningdan boshqa yana 2 kishini asir oldi. 100 ming dinar qimmatidagi nurg'un qochqucha oltin kumushlarni o'lja elib Madinaga qaytib keldi. Rasululloh g'animatlarni topshirib elib 5 dan birini ayirib olgandan keyin qo'shin a'zolariga tanshab berdi. Furat ibn Habban Rasulullohning dalolati bilan musulmon bo'ldi. Qarda vaqasi Quraysh taraf uchun aytganda Badr fojiasining qolsa eng ig'ir, eng talofatlik bir qitimliq yo'qotish bo'ldi. Bu vaqadan Qurayshlar qattiq cho'chidi va qayg'u alamga patdi. Ularning oldida faqat ikkala yo'l qolgan edi. Biri ular o'zlarining yo'lsiz takabburligi va yovuz niyatidan yenib musulmonlar bilan ab va inoq o'tish yo'lini tanlash. Yana biri keng ko'lamda qaytirma hujum qo'zg'ab, o'zlarining tarixiy shon-sharafini va qadimiy izzat-obro'yini qaytadan tiklash. Shundaqla musulmonlarning harbiy kuchini bir qatim taltikis yo'qotib, ularning g'arbda Qizil dengiz yo'lini, sharqda Iroq yo'lini qamal qilaligidek maqdirni qo'ymaslik edi. Afsuslanarligi Makka doiralari bu qatim ikkinchi yo'lni tanlab qoldi. Ularning qisos elish qizg'inligi kun sayin eshib, musulmonlar bilan qattiq bir elishish va ularning diyoriga bostirib berib, butunlay xoni vayron qilib o'tish irodasi texmi kuchaydi. Demak, mana bu bir qator ahvollar Qurayshlarning Uhud urushiga keng ko'lamda tayyorlik ko'rishiga turtki bo'ldi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'lda